10 variant. Birinchi savol. Quyidagilardan qaysi biri metall emas? D javob to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi savolda x 3 y 2 birikmada elementlarning massa nisbatlari 3 ga 7 bo'lsa, ya'ni 3 massa birlik bo'lsa-yu undan 3 dona bo'lsa, demak 1 deb ishlatsak bo'laveradi x ning massasini. Hop, keyingisida demak 7 ekan massasi, demak ikkita birlik y bor, 2 ga bo'lganimizda 3,5 birlik deb ishlatsak bo'laveradi. Endi x 4 birikmada mana bundan 4 bo'lgani uchun 4 ko'paytirib yuboramanda bundan 4 ta kelib chiqadi. Endi keyingisida 3,5 ni ko'paytirib yuboraman 3 ga. Bunda 10,5 kelib chiqadi. 4 ga 15 nisbat yo'q, lekin 8 ga 21 desak, ikkilantirib C javobni to'g'ri qilib olamiz. Uchinchi savol. Berilgan reaksiyadagi toriy va noma'lum element yadrosidagi neytronlar soni nisbati 35 ga 38 bo'lsa, x ni aniqlang. Xo'p, reaksiyani yozib olamiz. Elementning 246 izotopi dan hosil bo'lyapti toriyning izotopi. Toriy taraf raqami 90 plus x ta toriy 2 alfa plus 4 elektron minus 1 0. Element taraf raqamini A bilan, toriy taraf raqamini B bilan belgilaydigan bo'lsam, 246 teng bo'ladi B plus 4x ga. A teng bo'ladi 90 plus 2x minus 4 ga. Bu tenglamani ixchamlashtiradigan bo'lsak, 246 teng bo'ladi B plus 4x ga. A teng bo'ladi 86 plus 2x ga. Shu sistemadan x lar bir xil qilib olib, pastdagi tepadagi tenglamadan pastdagi tenglama ayirsak, A va B ga oid bitta tenglama hosil bo'ladi. 246 teng bo'ladi B plus 4x ga. Endi 2 ga ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, 2a teng bo'ladi 172 plus 4x ga. Birinchi tenglamadan ikkinchi tenglamani ayirib yuboramiz. Shunda bizda qoladi 246 minus 2a teng B minus 172 ga. A va B ni bir tarafga, ozod sonlarni bir tarafga o'tkazib olamiz. 172 chap tarafga plus bo'lib o'tadi. 246 ga 172 ni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 418 teng B plus 2a ga. Bu hozir B va A ga oid bitta tenglamamiz. Endi ikkinchi tenglamani keltirib chiqaramiz. Element va toriy izotopidagi neytronlar soni 38 ga 35 nisbatda ekan. Element neytroni 246 minus A taqsim toriy neytroni B minus 90 teng toriydagi agar 35 bo'ladigan bo'lsa, elementdagi 38. Tenglamani yechib qo'yamiz. 246 ni 35 ga ko'paytiramiz. 8610 minus 35a teng bo'ladi 38b minus 38 ko'paygan 90 3420 ga. Bundan ham A va B ni bir tarafga o'tkazib olamiz. 38b plus 35a teng 3420 plus 8610 12030 ga. Bu A va B ga oid ikkinchi tenglamamiz. Endi bu tenglama bilan pastda keltirib chiqargan tenglamamizni juftlasak, elementlar taraf raqami va massasi kelib chiqadi. 2a plus B teng 418 ga 35a plus 38b teng 12030 ga. Bni bir xil qilib olish uchun birinchi tenglamani 38 ga ko'paytirib yuboramiz. Bundan 76a plus 38b teng bo'ladi 418 ni 38 ga ko'paytirsak 15884. 35a plus 38b teng 12030. Birinchi tenglamadan ikkinchi tenglamani ayirib yuboramiz. 76a dan 35a ni ayiradigan bo'lsak, 41a teng 15884 dan 12030 ni ayiramiz. 3854 ga. A teng 94. Biz A deb belgilab olgan edik element tartib raqamini. A 94 chiqqan bo'lsa, xo'p, mana bu tenglamaga qo'yib qo'yib x topishimiz mumkin. 94 teng 86 plus 2x ga. Bundan x teng bo'ladi 94 dan 86 ni ayirib 2 ga bo'lib olamiz. 4 ga.
Demak, javob D. 4-savol. D elektronlari soni P elektronlari sonidan 4 marta kam bo'lgan element valent elektronlarining necha foizi tashqi pog'onada joylashgan deyapti. Konfiguratsiya tuzamiz. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 shitgacha D elektronlar hali qatnashmadi, lekin P elektronlarimiz soni 12 ga teng. Demak, 12 ni 4 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 3 ta D elementi bo'lishi kerak edi ekan. Demak, 3D3. Endi elektronlarning necha foizi tashqi pog'onasida joylashgan? Valent elektronlar soni 5 ta. Buni 100% deb oladigan bo'lsak, tashqi pog'onasida ikkitasi joylashyapti. Demak, 40%. Is gazi molekulasida bog'larni hosil qilishda qatnashgan elektronlarning necha foiz akseptor atominiki? Is gazi molekulasi mana bunday tuzilgan. Demak, mana bu bir juft elektronni bunga berib turadi. Umumiy endi bog' hosil qilishda, bog'larni hosil qilishda 1, 2, 3 juft, jami 6 ta elektron qatnashgan. 6 ta elektronni biz 100% oladigan bo'lsak, aynan uglerodning 2 ta elektroni qatnashganini hisobga olsak, u necha foiz deganimizda 33.33% kelib chiqadi. Shuning uchun B javobni to'g'ri deb olamiz. Hop, 6-savolda esa qaysi geometrik shakl tetraeder deyapti. Tetraederga xos bo'lgan bitta xususiyat sp3 gibridlangan bo'lishi kerak. Shundan oson topib olasiz. Bu sulfat ionidagi oltin gurt edi. 7-savol. Berilgan reaksiya asosida tajriba o'tkazildi. Unga ko'ra qaysi javob noto'g'ri? Harorat o'zgarmas. Dastlab A ni konsentratsiyasi 0.1, B ni konsentratsiyasi 0.4, reaksiya tezligi 4 10 darajasida -4 degan. Keyin ularda konsentratsiyalar necha martadandir oshirib, necha martadir kamaytirilibdi. Va bunda reaksiya tezligi o'zgarishi kerak. Endi A varianti oladigan bo'lsak, dastlab 0.1 edi, keyin 0.5 ga 5 bo'lib qoladigan bo'lsa, 2 marta kamaytirilgan. Bu degani 1/2 marta oshgan degani. 1/2 ning kvadrati ko'paygan. B 0.4 edi, keyin 3.2 bo'libdi. 8 marta reaksiya tezligi, konsentratsiya oshgani uchun reaksiya tezligi ham ortadi. Bundan 1/4 ko'paygan 8 teng 2 ga. Reaksiya tezligi 2 marta ortishi kerak edi. Dastlab 4 10 darajasida -4 edi. Keyin 8 10 darajasida -4 bo'ladi. A javob to'g'ri. B javob. A ni konsentratsiyasi 0.1, 0.2 bo'lsa, u 2 marta oshirilgan. Konsentratsiya 2 marta oshgani uchun tezlik 2 ni kvadrati marta oshadi. Buni ko'paytiramiz. B ni konsentratsiyasi 0.4 edi, keyin 0.1 bo'libdi. 4 marta kamaygan. Bu degani 1/4 marta oshgan degani. Bu teng bo'ladi 1 ga. Demak, reaksiya tezligi o'zgarmasligi kerak. Dastlab 4 10 darajasida -4 edi, keyin ham 4 10 darajasida -4 bo'lib qoladi. C-sida dastlab A 0.1 edi, keyin 0.3 bo'libdi. 3 ta kvadrati marta ortishi kerak. Buni ko'paytirib yuboramiz. Dastlab B 0.4 edi, keyin 0.2 bo'lib qolibdi. 2 marta kamaygan bo'lsa, reaksiya tezligi 1/2 marta oshadi. Xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsak, 9 2 ga bo'lamiz, 4,5. Reaksiya tezligi 4,5 marta ortishi kerak. Dastlab 4 edi, 4 10 darajasida -4 edi, 4 ni ko'paytirib yuboramiz 4,5 ga. 1/8 10 darajasida -3. C javob xato ekan. Endi D javob tekshirib qo'yadigan bo'lsak, hop, A ni konsentratsiyasi 0.1 edi, 0.4 bo'lish uchun u 4 marta oshirilishi kerak. 4 ni kvadrati ko'paygan. B ni konsentratsiyasi 0.4 edi, 0.05 bo'lib qolishi uchun u 8 marta kamayishi kerak. Bu degani 1/8 marta reaksiya tezligi ortadi degani. 4 ni kvadrati 16, 16 ni 1/8 ga ko'paytiradigan bo'lsak 2. Demak, reaksiyamiz tezligi 2 marta ortishi kerak. 2 ni 4 10 darajasida -4 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, 8 10 darajasida -4. 8-savol. Ammiak sintezi uchun 1 litr idishga azot va vodorod joylashtirildi. Ammiakning mol ulushi 50% ga yetganda sistema muvozanatga keldi. Muvozanat konstantasi 4 bo'libdi. Oxirgi aralashmadagi barcha moddalarning miqdorlari yig'indisi dastlabki aralashmadagi vodorod miqdoriga teng bo'lsa, oxirgi aralashmadagi vodorod miqdorini aniqlang. Ammiak sintezlanish uchun azot va vodorod reaksiyaga kirishib ammiak hosil qiladi. Reaksiya talashuvaki 3 va 2 qo'yib qo'ysak teng bo'ladi. Xo'p, boshlang'ich azotdan
A mol vodoroddan B mol oladigan bo'lsak, keyin undan azotdan X mol, vodoroddan 3X mol sarflanadi, ammiakdan 2X hosil bo'ladi. Shunda muvozanat qaror topgan vaqtda azotdan A minus X qoldi, vodoroddan B minus 3X qoldi, ammiakdan 2X qoldi. Shu 2Ximiz aralashmani, oxirgi aralashmani 50% tashkil qilar ekan. Qolgan 50% azot bilan vodorodimiz 2X ga teng. Oxirgi aralashmadagi barcha moddalarning miqdorlari yig'indisi dastlabki aralashmadagi vodorod miqdoriga teng ekan. Dastlabki aralashmamizda B mol vodorod bor edi, bu teng oxirgi aralashmadagi moddalarning konsentratsiyalari yig'indisiga. Blar qisqarib ketadi, A teng bo'ladi. Minus X ga minus 3X qo'shsak minus 4X, minus 4X ga 2X qo'shadigan bo'lsak minus 2X nari tarafga o'tsa 2X ga. A teng 2X ga ekan. A ni o'rniga 2X qo'yadigan bo'lsak 2X dan X ayirsak X mol azotdan ortib qolgan. Endi vodorodni qaytadan topamiz. Azot bilan vodorodda ortib qolgan miqdorini mana yerda hisoblab oldik. 2X ortib qolibdi. 2X dan X azot bo'ladigan bo'lsa, X vodorod bo'ladi. Ammiakdan 2X hosil bo'lgan. Muvozanat konstantasi teng 4X taqsim X ning kubi ko'paygan X teng 4 ga. 4X ning 4-inchisi teng 4X kvadratiga. 4lar qisqarib ketadigan bo'lsa, X teng bo'ladi 1 ga. Bizdan oxirgi aralashmadagi vodorod miqdorini so'ragan. X 1 ga teng bo'lgani uchun oxirgi aralashmadagi vodorod miqdori 1 ga teng. Javob. 9-savol. Magnesiy sulfat eritmasidan 50 g suv bug'latilsa, 40% eritma hosil bo'ladi. Agar dastlabki eritma 50 g magnesiy sulfat qo'shilsa, 44% eritma hosil bo'ladi. Dastlabki eritmaning massasini topib bering deyapti. Dastlab qancha tuz, qancha eritma bor bilmaymiz. Lekin shu eritmadan 50 g suv bug'latilgandan keyin 0,4% eritma hosil bo'lyapti. Ikkinchi holatda esa tuz bilan eritma bor edi, xuddi o'sha. Endi bu eritmaga 50 g magnesiy sulfat qo'shyapti. 50 g magnesiy sulfat qo'shib turgan paytda 0,44 lik eritma hosil bo'lgan. Demak, bu yerda tuz teng bo'ladi 0,4 ko'paytirilgan eritmaning massasi minus 50 ga. Bu yerda tuz plus 50 teng bo'ladi 0,44 ko'paygan eritmaning massasi va qo'shilgan tuzga. Demak, tuzni qiymati shunga teng bo'lganligi uchun mana bu yerda shuni ishlatib ketsam bo'laveradi. Demak, tuzni qiymati 0,4 ni e ga ko'paytirsam 0,4 e 0,4 eritma plus endi plus emas, minus, uzr kechirasizlar, minus 0,4 ni 50 ga ko'paytirsam 20 plus o'zida bitta 50 g tuz bor edi, teng bo'ladi 0,44 ni e ga ko'paytirsam 0,44 e plus 0,44 ni 50 ga ko'paytirsam 22 ga. Hisobladimmi? 0,44 ni 50 ga ko'paytirsam 22 ga. Xo'p, endi 0,44 dan ayirib yuboraman 0,4 dan 0,04 e teng bo'ladi 50 dan ayirib yuboraman 20 ni 30, keyin bu tomondagi 22 ham ayrilib o'tadi. Bunda 8 ga teng bo'lyapti. Demak, eritmaning massasi teng ekan 8 ko'paytirilgan bo'lingan 0,04 200 ga. Demak, B javob to'g'ri. 10-savol. 80% temir 3 sulfat eritmasining moliyalik konsentratsiyasini topib bering deyapti. 80% eritma degani har yuzidan 80 grammi tuz, qolgan 20 grammi suv bo'ladi. Moliyalik konsentratsiya bu 1000 gram suvda erigan tuzning miqdori hisoblanadi. Shuning uchun 1000 gram suvda qancha deb olamiz? Hop, 1000 ni ko'paytiraman 80 ga, bo'laman 20 ga. 4000 kelib chiqdi. Demak, 4000 gram tuz erigan bo'ladi shu eritmada. Temir 3 sulfati molekulyar massasi 400 ga bo'laveradigan bo'lsa, buni miqdori kelib chiqadi 10. Demak, 10 moliyarli eritma bo'lgan ekan. 11-savol. 100 ml kuchsiz kislota eritmasiga qancha suv qo'shilsa, kislotaning dissotsialanish darajasi 1% dan 0,1% dan 1% gacha oshadi. Ya'ni 0,1 dan 1% dan 1% gacha oshib turgan bo'lsa, demak 10 karra dissotsialanish darajasi oshib ketgan bo'ladi. Kuchsiz elektrodlar uchun dissotsialanish darajasi alfa teng bo'ladi ildiz ostida KD taqsim S ga. Demak, bizda alfa 2 taqsim alfa 1 teng bo'ladi
umumiy olganda hajmda o'zgarishiga qarab bo'ladi. Konsentratsiya hajmga to'g'ridan to'g'ri bog'liqligi bor. V2 ya'ni ikkinchi hajmni birinchi hajmga nisbatiga teng. Mana bu yerda alfaning kvadrati bizda teng bo'lyapti. Alfa nisbatlar dissotsialanish darajasi nisbat teng bo'lyapti a ga. Endi bu ildiz yo'qotish uchun buni kvadratiga oshirib yuborish kerak. Demak 100 teng bo'lyapti. V2 ildiz yo'q bo'ladi. Endi ildiz yo'qotib yubordik. Hop. V2 taqsim V1 ga. Ya'ni 100 marta hajm oshishi kerak. Bizda boshida 100 ml eritma bor edi. Bu demak hajm 100 marta oshadigan bo'lsa, demak 10.000 bo'lib qolar ekan. 10.000 ml gacha suv keltirish kerak. Buning uchun qancha suv qo'shiladi desa, 9.900 ml suv qo'shish kerak bo'ladi. S javob to'g'ri. 12. Demak, shu reaksiyalarda koeffitsiyentlar yig'indisini toping deyapti. Demak, bu yerda marganis oksidlanish darajasi hop 602 plus 4 edi. Mana bu yerdachi beta buni oksidlanish darajasi plus 5 edi. Keyinchalik mana bu yerda buni oksidlanish darajasi plus 1. Endi plus 5 ligicha turibdi ekan, demak o'zgarmabdi. Marganis beta oksidlanish darajasi plus 3 gacha yetib kelibdi. Futur qayerdan chiqyapti? Futur 0 bo'lib qolyapti. Kim futurni yo'qotyapti? Marganis futurni qabul qilyapti. O'zi bitta futurda mana shu yo'qotyapti ekan. -1 dan. Demak, marganis bo'lmish plus 4 dan o'tyapti. Marganis bo'lmish plus 3 ga bitta elektronni yo'qotyapti. Futur bo'lsa, demak, bu yo'qotmayapti, olyapti. Futur bo'lsa -1 holatdan futur 0 ga o'tyapti. Indeksi borligi uchun 2 ishlatishimiz shart. 2 bo'ldi. Demak, mana bu yerga 2, mana bu yerga 1. Marganisni oldiga men 1 qo'yarkanman. Mana bu yerda oldiga ham 1 qo'yarkanman. O'z-o'zidan. Xo'p, mana bu yerdagi kaliyda atomlari soni 2 ta bo'lganligi uchun mana bu yerga ham 2 tushdi. Surma bu yerda 2 ta bo'lyapti. Demak, 2 ta surma bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga ham 2 qo'yib olaman. Endi oxirida futur qoldi. 6 ta futur. 5 kere 2 10, 16 ta. 16 dan ayirib yuborsam 12 ni. 16 dan 12 ni ayirib 4 ta. 4 dan 3 tasi ketadigan bo'lsa, bitta qoldi. Demak, menga yarim tushib qoldi. Endi buni ikkilantirib yurar ekanman. Demak, hammasini mana bu yerga 2, mana bu yerga 4, mana bu yerga 4, mana bu yerga 2 tushdi. Endi koeffitsiyentlar yig'indisi 2, 4, 4, 2, 1. Xo'p, demak, bizda teng bo'lyapti 10, 13. Javob C ekan. 13-savol. 1 mol mis 2 sulfat saqlagan eritma orqali 4 farad tok o'tkazildi. Tokka nisbatan unum 75% bo'lsa, katodda ajralgan mahsulot massasini topib bering. Xo'p, demak 4 farad tokni hammasi ishlamas ekan, uni 75% ishlar ekan. Demak, 3 farad tok sarflangan. Mis sulfat elektroliz bo'lib turgan paytda katoddan mis chiqadi. 32 dan mis chiqishi uchun mana bundan yarim mol elektroliz bo'lib 1 farad tok sarflanadi. Bizda bundan 1 mol bor. Demak, tuz uchun 2 farad tokni sarflaymiz va 64 gram mahsulot olamiz. Endi 3 faraddan 2 faradi tuz uchun ketgan bo'lsa, 1 faradi suv uchun elektroliz bo'lgan bo'ladi. Suv elektrolizga uchraganda katoddan vodorod ajralib chiqadi. 1 farad tok bilan biz ko'pi bilan 1 gram vodorod olamiz. Yana 1 farad bilan qancha deganimiz yana 1. Umumiy qo'shib qo'yadigan bo'lsak, mahsulotlarning umumiy massasi 65 gramni tashkil qiladi. 14-savol. 171 gram 10% alyumin sülfat eritmasiga 20% natriy gidroksid eritmasidan qancha qo'shilsa, u to'liq natriy tetragidroksid alyuminatga aylanib ketadi deyapti. Xo'p, alyuminiy sulfat plus natriy gidroksidi. Birinchi o'rinda hosil bo'ladi natriy sulfati plus alyuminiy gidroksidi. Bu cho'kmaga tushib ketadi. Xo'p, shu vaziyatda ikkita alyuminiy, xo'p, 3 ta. Mana bu demak 6 mol alyuminiy gidroksid sarflanadi. Endi alyuminiy gidroksidi 2 mol otib qoldi. Endi shuni neytrallash uchun ikkita alyuminiy gidroksid plus natriy gidroksid hosil qilamiz biz. Alyuminiy natriy tetragidroksidida gidroksid gruppadan 4 ta alyuminatga. Xo'p, endi ko'rib turibmizki, mana bu yerda 2 mol, 2 mol, yana 2 mol sarflanadi. Demak, 1 mol alyuminiy sulfat uchun
to'liq aylantirib yuborishimiz uchun jami bo'lib 8 mol natriy gidroksid sarflanar ekan. Mana endi 8 mol natriy gidroksidi massasi qancha topib olamiz? 8 ko'paytirilgan 40 320 gram. Alyuminiy sulfatda massasi bo'lsa 342 gram. Bizda bundan 171 gram 10% berdi. 0,1 ga ko'paytirib yuborsak 17,1. 17,1 ga qancha deymiz? 17,1 ga ko'paytiramiz 320 ga bo'lamiz 342 ga. 16 gram sarflanar ekan. Bu 16 gram natriy gidroksidimiz 20% ni tashkil qilsa, 100% eritmasining massasi qancha deymiz? 16 ni 100 ga ko'paytirib 20 ga bo'lsam 80 chiqdi. Ajoyib. 15-savol. Molar massasi 53,8 bo'lgan azot va xlor aralashmasi 820% ga qaynoq natriy gidroksid eritmasini o'tkazildi. Hosil bo'lgan eritmaga mol miqdordagi kumush nitrat eritmasi qo'shildi. Bunda ikki xil tuz va oksiddan iborat umumiy massasi 549,2 gram bo'lgan cho'kma ajraldi. Dastlabki aralashma hajmini topib bering deyilyapti. Xo'p bo'ladi. Demak, birinchi bo'lib reaksiya diagrammalarini yozib olamiz. Xo'p, birinchi demak xlor qaynoq natriy gidroksid eritmasini o'tkazilganda hosil bo'ladi natriy xloridi, hosil bo'ladi natriy xlorati va bu yerda hosil bo'ladi suv. Endi 5 mana bundan 1. Bunda 6 ta, bundan 3 ta sarflanadi xlor. Endi e'tibor bering, hosil bo'lgan 5 ta natriy xlor ko'paytirilgan bitta natriy xlorid olavering, natriy xlorati olavering. Bu bilan kumush nitrat ta'sirlashadigan bo'lsa, hosil bo'ladi natriy nitrati. Natriy nitratidan eng ko'pi bilan nechta hosil bo'ladi desa, 6 ta natriy bor bo'lganligi uchun 6 ta ketaveramiz. Demak, bunda cho'kmaga tushadi 5 molekula kumush xlorid. Ko'paytirilgan kumush nitrat. Kumush xlorat, uzr, 1 molekula kumush xlorat. Bu ham cho'kma. Endi keling, cho'kmaning massasini umumiy bitta hisoblab olamiz. 35 5 dan qo'shamiz 108 da 140,5. Uni 5 ga ko'paytirib yuborsam 717,5. Endi yo'q, bunday qilaylik. 108 plus 35 5 140,5 undan 6 da plus 48. 909 gram umumiy cho'kma tushyapti. Va shunda kumush nitratdan sarflanyapti 1 mol. Ana endi bunda bu reaksiyadan tashqari eritmada otib olgan natriy gidroksid bo'lishi mumkin. Shu bilan ham cho'kma hosil qiladi. Demak, kumush nitrat eritmadagi ortib qolgan natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishsa, bunda hosil bo'ladi. Bunda ham natriy nitrat hosil bo'ladi, 2 molekula, va bunda hosil bo'ladi kumush oksidi. Sababi kumush oksidi, kumush gidroksidi mavjud emas, u parchalanib ketib qoladi. Xo'p, endi kumush oksidini massasi ham kerak bo'lar ekan bizga. 108 dan 2 ta plus 16. 232 gram cho'kmaga tushyaptimi? gram. Endi bu yerda masalani sharti bo'yicha 800 gram 20% qaynoq natriy gidroksid eritmasi edi. Demak, shuni ishlatib olishimiz kerak. 800 ga ko'paytiraman 0,2 ga bo'lib yuboraman 40 ga. Shunda menga natriy gidroksidi miqdori kelib chiqadi. 800 ni 0,2 ga ko'paytirganimda 160, uni 40 ga bo'lganimda 4 mol. Demak, jami 4 mol natriy gidroksid sarflangan. Mana bu yerda 6x natriy gidroksid sarflanib ketganda edi, 909 gram cho'kmaga tushardi. 909x gram cho'kmaga tushardi. Endi 4 dan sarflanib ketyapti 6x. Buni endi 4 minus 6x sarflanib ketdi. Natriy gidroksidga qoladiganiga 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak va buni ko'paytirib yuborsak 232 ga kumush oksidning massasi kelib chiqadi. Ya'ni demak 2 minus 3x ko'paytirilgan 232. Yana ham soddaroq qiladigan bo'lsak 232 dan ikkitasi 464 minus 232 dan 3tasi 696x. Bu mana bu yerdagi cho'kma, kumush oksidi cho'kmasi. Bu yerda esa 909x bor. Bunga 909 ni qo'shadigan bo'lsak, umumiy cho'kmamizning massasini berish kerak. 549,2. Xo'p, demak
464 minus emas, plus bo'lib qoladi. 909 dan ayirib yuboraman 696 ni. 213x teng bo'ladi 549,2 ga. Hop, bu yerdan x topib olaman. 549,2 dan ayiraman 464 ni. Keyin chiqqan natijani bo'lib yuboraman 213 ga. 0,4 mol chiqdi. 0,4 mol xlor chiqdi. Biz mana yerda 6x natijasiga sarflagandik. Bu yerda esa 3x xlor hosil bo'lgan edi. Demak, buni 3 ga ko'paytirib yuborsam 1,2 mol xlor dastlabki holatda yutilgan. Ana endi biz gaz aralashmasini hajmini topishni boshlaymiz. Bizda azot bilan xlor berilgan edi. Azotning molekulyar massasi 28, buniki bo'lsa 71. O'rtacha molekulyar massa ekan 53,8. Farqini oladigan bo'lsam 71 dan ayiraman 53,8 da 17,2. 53,8 dan ayiraman 28 da 25,8. 25,8. Ya'ni nisbatlar kelib chiqdi. Qo'shib qo'yiraman bularni. 25,8 ga qo'shaman 17,2 ni 43. Bizda xlordan berilgan edi 1,2 mol. Demak, qancha? 1,2 dan ko'paytiraman 43 ga, bo'lib olaman 25,8 ga 2 mol. Demak, buni endi 22,4 ga ko'paytirib oladigan bo'lsam, dastlabki gazlar aralashmasining hajmi 44,8 litr bo'lgan ekan. 16-savol. Kumushning qaysi tuzi yorug'likni o'ta sezuvchi bo'lgani uchun foto va kinoplyonkalar tayyorlashda ishlatiladi degan javobga javob S bo'ladi. Bu 9-sinf darsligida yozilgan. Laboratoriyada ham shuning uchun kumush bramidni qora mato o'ralgan shisha idishda saqlaymiz. Endi 17-savol. 98% suv kislota eritmasiga ma'lum massada mis eritilganda kislotaning massa ulushi 78,4% gacha kamaydi. Hosil bo'lgan eritmadagi mis X sulfatni massa ulushini toping deyilyapti. Reysel deklamasini yozib olamiz. H2SO4 plus mis hosil bo'ladi. Demak, mis sulfati plus SO2 va suv. Reaksiya tenglanish uchun mana bu yerga qo'yamiz. Bundan har 196 gram ishlagan paytda misdan 64 gram eritiladi va shu paytda mis sulfatdan 160 gram hosil bo'lib, eritmani massasi 64 gramga kamayadi. Umumiy, demak, eritmani massasi kamaymas ekan, chunki tushib turgan massa chiqib turgan massaga o'zaro teng. Xo'p, demak, bizda dastlab 98% eritma bo'ladigan bo'lsa 100 gram deb olaveraman eritmani. Tarkibida 98 gram bor edi. Bundan qanchadir 196x kamayganda eritmani massasi o'zgarmaydi va 78,078 gacha qoladi. Demak, 98 minus 196x teng bo'ladi. 0,784 100 ga ko'paytiradigan bo'lsak 78,4. Demak, 196x teng bo'ladi. 98 dan ayirib yuboraman 78,4 ni. 19,6. Demak, x'imiz ko'rinib turibdi. Demak, 196 ga bo'ladigan bo'lsak 0,1 mol. Endi bizda hosil bo'lgan eritmadagi mis sulfatni massa ulushini so'ralgan. Demak, 0,1 ni ko'paytirib yuboraman 160 ga. Hosil bo'lgan bu yerda 16 gram mis sulfat. Eritmani massasi o'zgarmagan, 100 gramligicha turibdi. Shuning uchun 100% da ham buni konsentratsiyasini 16% li hosil bo'ldi deyishimiz mumkin. Demak, javobimiz B. 18-savolga yetib keldik. Quyidagi matn qaysi modda haqida gap ketyapti? Ma'lum bir vaqt gaz 1774-yil shved kimyogari Karl Wilhelm Scheele tomonidan olingan. Olim bu gazning hidi shoh aroq hidiga o'xshashligini, oltin va kinobarga ta'sir qila olishini, oltin bilan ta'sirlashishini, shuningdek oqartiruvchi xususiyatga ega ekanligini qayd etgan deyilyapti. Demak, bu yerda javobimiz D bo'ladi. Xlor haqida gap ketyaptimi? Scheele aynan kashf qilganligi uchun aynan esimda qolgan ekan. 19. Oltinga saqlagan A, B, C, D moddalarning molar massalarini yig'indisini hisoblab bering deyilyapti. Xo'p. Birinchi reaksiyada sulfat kislota fosfor bilan konsentrlanganda reaksiya kirsa, demak, fosfat kislota bilan SO2 suv ajralib chiqadi. Aynan SO2 bu yerda A modda. Shundan so'ng SO2 vodorod sulfid bilan reaksiya kirishganda oltin cho'kmaga tushib suv hosil bo'ladi. Demak, bu B modda.
oltin yogurt keyinchalik alyuminiy bilan ta'sirlashganda alyuminiy sulfidini hosil qiladi. Bu C modda. Alyuminiy sulfidiga suv qo'shadigan bo'lsak, gidrolizlanib ketib qoladi. Bu yerda alyuminiy gidroksid bilan cho'kmasi bilan vodorod sulfid gazi ajralib chiqadi. Bu D modda. Endi ABCD moddalarning yig'indisini so'rayapti. Bir boshdan qo'shib chiqamiz. 64 plus 32 plus alyuminiy sulfidning massasi 54 plus 96 150. Vodorod sulfid massasi 34. Yig'indisini topamiz. 64 plus 32 plus 150 plus 34 280 ekan. Demak, C javob to'g'ri. Katalitik izomerlanish reaksiyasida faqat yagona mahsulot olingan bo'lsa, uni topib bering deyilyapti. Katalitik izomerlanish reaksiyasida faqat yagona mahsulot olingan bo'lsa, uni toping. 2 metil propan. Yozib chiqaylik shu moddalarni. 2 metil propan, 2 2 4 3 metil pentan, 1 2 3 4 5 2 2 4 keyin propan deyilyapti. Xo'p, endi undan tashqari 2 2 dimetil propan. O'ylashga, mulohaza qilishga olib ketadigan ekan. O'qib oldik. Demak, 20-savolga javobimiz nima bo'ladi desa, izomerlanishda faqat butandan boshlanadi-ku izomeriya. Demak, butan izomerlanganda yagona mana shu mahsulot hosil bo'lishi mumkin, izomeriya. Undan boshqa izomeriya yo'q. Shuning uchun A javobni olamiz. Xo'p, 21-savolda avval yozib oldim, vaqtimiz ko'p ketmasin deb. Demak, trimetil geksen 2 ning nechta izomeri bor? E'tibor bering, trimetil deb turganda joylashgan o'rnini aytmayapti. Demak, metillarni xohlagan joyga joylashtirishingiz mumkin, lekin aynan geksen 2 bo'lishi kerak. Shuning uchun ham faqat qo'shbog'da 2 ga qo'yib olib turib izomerlarni ko'rib chiqyapman. Undan tashqari bu 1 2 3 4 5 ta fazoviy izomerlar bor. Shuning uchun 10 plus 5 teng 15 deb B javobni tanladim. Fazoviy izomerda masalan bittasiga misol keltirib qo'ydim, birinchi va ikkinchi holatlarini. Etil siklogeksan va stiroldan iborat aralashma 16 gram vodorod bromidni biriktiradi. Xuddi shunday aralashma to'liq qilinganda 134 gram mahsulot hosil bo'ladi. Bu jarayonda qancha mol kislorod sarflanadi deyilyapti. Demak, etil siklogeksan bor bizda. Yozib olaman. Etil siklogeksan C2H5 va stirol CH2 16,2 gram vodorod bromidni demak biriktiradi deyapti. Bitta siklogeksan o'rnidan almashadi. Mabodo reaksiya kirishsa ham, lekin biriktiradigan bu stirol bo'ladi. Demak, bu vodorod bromid bilan ta'sirlashi 1 ga 1. Endi agar 81 gram biriktirganda edi, mana buni 1 mol deb olardik. Bizda esa 16,2 gram ekan. Xo'p, unday bo'lsa, stirolni miqdorini topib olamiz. 16,2 ni 81 ga bo'lganimda 0,2 mol chiqdi. Endi xuddi shunday aralashma to'liq yonganda 134 gram mahsulot hosil bo'ldi. Bu jarayonda sarflangan kislorodni topib bering deyilyapti. Endi mahsulot deyilyapti turganda suvni ham nazarda tutyapti deb o'ylaymiz. Brutto formaga o'tib ola qolay. Shart emasmi? Demak, kislorodda yonyapti. 1 2 3 4 5 6 8 ta karbon angidrid plus hosil bo'ladi suv. Bu jarayonda 1 2 3 4 5 ta vodorod, 6 bu bilan 8 ta. Demak, 4 tushadi. 4 da 8 kerak 16, 16 ga 4 ni qo'shsak 20, uni 2 bo'lsak 10 mol kislorod sarflanadi. Shu yerda mana bu 1 mol bo'lganda edi, sarflangan kislorod miqdori 10 mol bo'lib, umumiy ajralib chiqib turgan mahsulotlarning massasi 8 ko'paytirilgan 44 va 4 ko'paytirilgan 36 144, 4 ko'paytirilgan 18 72 qo'shib yuborsam 424 gram mahsulot chiqyapti. Bizda bunda 0,2 mol bor. Demak, 2 mol kislorod sarflangan. 424 dan 0,2 ga ko'paytirsam 84 8 gram mahsulot chiqdi.
Demak, qolgan mahsulotlar etil siklogeksanning yonishidan kelib chiqadi. 134 dan ayirib olaman 84,8 dan. 49,6 gram. Endi etil siklogeksanni yoqib olaman. Demak, C6H11 C2H5 deb ketaveradi. Plus kislorod. Hosil bo'lyapti bu yerda jami 8 ta karbon angidrid. Suvdan 11 ga 5 16. 16 ni 2 bo'lsak 8 ta suv. 8 ga 2 16, 16 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsak 24. 24 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak 12 mol. Mahsulotlarning massasi bu yerda 8 ta karbon angidridning massasi 352, 8 ta suvning massasi 144. Qo'shib yuborsam 496 gram chiqyapti. 496 gram sarflanganda mana undan 12 mol sarflanardi. Bizga esa 49,6 bordi. Demak, 1,2 mol. Jami demak 1,2 molga qo'shib qo'yaman 2 ni 3,2 mol kislorod sarf bo'ldi. Demak, ajoyib to'g'ri. Benzil spirt molekularini umumiy formulasini ko'rsating deyapti. Benzil spirt formulasi CH2OH. Brutto formulasini qilib olsak juda ham oson bo'ladi. C7H8 Oga. Endi demak umumiy formula CnH2n 7 kere 2 14. 14 dan endi nechani ayirib olishim kerak? 8 bo'lish uchun 6 ni albatta. Kislorod. Shuning uchun ajoyib to'g'ri. 24-savol. Kumush oksidining amakdagi eritmasiga mol miqdorida formaldegidd uydirildi. Hosil bo'lgan eritmaga mol miqdorida suyultirilgan xlorid kislota eritmasi qo'shilganda 5,1 litr gaz ajraldi. Oxirgi eritmada qancha cho'kma bo'lgan? Xo'p, demak, formaldegidd HCOH 2 mol kumush oksidining amakdagi eritmasi bilan ta'sirlashganda, demak 4 mol kumush cho'kma tushib ketib turib, hosil bo'ladi bizda karbonat kislota. Aynan karbonat kislotaga kuchli kislotali muhitda suv bilan karbon angidridga parchalanib ketib qoladi. Xlorid kislota bilan kimyoviy reaksiyaga kirishmaydi. Xo'p, bizda 5,6 litr gaz ajralib chiqyapti. Demak, hosil bo'lgan karbon kislotaning miqdori 0,25 molga teng bo'lgan. 1 mol kumush karbon kislota hosil bo'lganda edi, kumushdan necha gram cho'kma tushardi? 108 dan 4 tasi 432 gram. Endi 0,25 dan qancha deydigan bo'lsak, 108 gram cho'kma tushadi. Demak, esa javobimiz to'g'ri. 25-savol. Quyidagi moddalardan qaysi biri eng yuqori temperaturada qaynaydi deyapti. Bu yerda sirka kislota bo'ladi. Sababi sirka kislotada kerak bo'lsa ikki tomonlama vodorod bog'lar uchraydi-da. Mana bunday holatda. Ya'ni vodorod bog'lar soni ko'p bo'lganligi uchun sirka kislotani tanlaymiz. Keyingi savol 26. Brutto formulasi C15H100O6 bo'lgan 1 mol yog' necha mol yodni biriktiradi deyapti. Aynan yog'lar mavzusidan men sizga bundan oldingi safarlardan beri umumiy formuladan ketishni o'rgatyapman. Ya'ni qanday topishni o'rganib oluvdingiz. Stearatdan foydalanib CnH2n misol uchun -4O6 bo'ladi. Endi bizda mana bu yerda 55 bo'ladigan bo'lsa, 55 ni ko'paytirib yuboraman 2 ga, ayirib yuboraman 4 da. Demak, 55 ko'paytirilgan 2 ayrilgan 4 106 ta. 106 dona vodorod bo'lish kerak edi. To'yingan bo'lganda bunda esa 100 ta. Demak, 6 ta vodorod kam. 6 ta vodorod kam bo'lganligi uchun, demak, buni 10 to'ldirish uchun 6 ta yod ishlatiladi. Va bu miqdorga o'tadigan bo'lsak, bu 3 molga o'tadi. Demak, A javob to'g'ri. Glyukozani qaysi bijg'ishdan karbon angidrid ajralib chiqadi deyapti. Faqat sut kislotada emas. Shuning uchun bo'ladigan javobni olamiz. Spirtli bijg'ishda etil spirti karbon angidridi 2 mol, monokislotaliда, demak, monokislota karbon angidrid va vodorod ajralib chiqadi. Bir xil alkil radikal tutuvchi ikkilamchi va uchlamchi aminning aralashmasini o'rtacha molar massasi 80 gram. Aralashma alkil bromid bilan ishlanganda massasi 38 gramga oshdi. Bunda 26,1 gram uchlamchi amin va qanday massadagi to'rtlamchi ammoniyli tuz hosil bo'ladi deyapti. Xo'p, yaxshi. Endi bizda variantlardan bir xil radikal tutuvchi. Ya'ni agar bir xil radikal tutuvchi bo'lsa, ikkilamchi va uchlamchi. Ikkilamchi bo'ladigan bo'lsa NH
va radikaldan 2 ta bo'ladi. Uchlamchi bo'ladigan bo'lsa azot radikaldan 3 ta bo'ladi. Mabodo mana shu yerda metil radikali bo'lsa, uchlamchi bo'lsa 15 dan 3 tasi 45, unga 14 qo'ysam 59 bo'ladi. Ya'ni 80 dan oshmayapti. Demak, taxmin qilib ko'ramiz. Ikkilamchi amin bu S2H5 radikalida S2H5 ishlatsak, ya'ni NH S2H5 S2H5 va azot S2H5 dan 3 ta. Qani bular o'rtacha molekula massasi qanaqa bo'ladi? 29 dan 3 tasi 87, unga 14 qo'ysak 101. Endi 29 dan 2 tasi 58 plus 15 73. Lekin bizda aralashmaning o'rtacha molekula massasi 80. Farqini oladigan bo'lsak 21 ga 7. Ya'ni 1 ga 3 nisbatda ekan. Mana bu etilamin bilan trimetilaminning nisbati. Xo'p, endi reaksiyalarni yozib olamiz. S2H5 dan 2 ta NH. Endi bu qanaqadir yana alkil bramid bilan reaksiya kirishyapti, uni bilmaymiz. Bramid bilan bunda hosil bo'ladi. Demak, S2H5 dan 2 ta azot va mana buni radikali va bu yerda bitta vodorod bramid ajralib chiqadi. Endi bundan tashqari uchlamchimiz bor edi. S2H5 dan 3 ta azot. Bunga qanaqadir alkil bramid ta'sir etadigan bo'lsak, shunchaki kompleks tuz bo'lib qoladi. S2H5 dan 3 ta R, ya'ni radikal. Unday qilib yozib qo'ying, tabiiyroq, aniq ilmiyroq bo'ladi. Azot, brom minus. Ya'ni kompleks tuz hosil bo'ladi. Endi bizda mana bundan 3 mol bor, mana bundan 1 mol bor. Demak, 3 mol bo'ladigan bo'lsa, bunga qo'shiladigan alkil bramidning massasi o'z-o'zidan 3x plus brom 80 kilokalori 240 ta. 240 gram. Endi shu paytda mana bu mahsulotdan hosil bo'ladi 3x plus 216 da mahsulotlar. Demak, buni 1 moliga sarflanadi bundan x plus 80. Shunda mana bu kompleks tuzdan hosil bo'ladi x plus 181. Hozir mana buni tushundingiz deb o'ylayapman. 3 ga ko'paytirib yubordik. 216 shuni hisobiga hosil bo'ldi. Xo'p, ana endi bizda jami sarflangan bramidlarning miqdori 4x plus 320 ga bo'lyaptimi? 4x plus 320 ga. Bizda aytgan shu 38 gramga oshdi deb. Xo'p, ana endi bizda 26,1 gram uchlamchi amin hosil bo'lyapti. 26,1 gram bo'ladigan bo'lsa, bizda uchlamchi aminning massasi 3x plus 216 edi. Diagonallarning ko'paytmasi o'zaro teng deymiz. Demak, tenglamani ishlaydigan bo'lsak, 104,4x plus 835 teng bo'lyapti. Demak, 114x plus 8 ga 9,6 x teng bo'lyapti 144 ga. X teng bo'lyapti 15 ga. Demak, radikalimiz 15 metil radikali bo'lgan ekan. Ana endi bizdan nimani so'ragan? Ammoniyli tuzni massasini so'rayapti. Ammoniyli tuzni massasini x da topib oldik. 15 ga qo'shib olamiz 181 da. %196 chiqyapti. Mana bu tuzni miqdori 196 bo'lganda edi. Qancha deymiz? 38 gramga ortyapti turdi. Umumiy nimalarning hisobiga? Bramidlarda ishlangan hisobiga. Shunda 380 gram umumiy mahsulot. 380 gram. Bu bizda qancha bo'lyapti? 196 gram bo'lyapti. 196 bo'lganda qancha bo'lgan? 4lamchi ammoniy tuz desak 19,6 kelib chiqdi. Demak, javob to'g'ri. Xo'p, 29 ikkinchi marta yozishimiz. Birinchisida ovozim chiqmay qolgan ekan. Demak, masalani tahlil ishlab izohlab beraman.
7,2 mol fenol kam miqdorda olingan formaldegid bilan polimerlanganda 7,2 mol suv hosil bo'ldi. Bunda hosil bo'lgan yuqori molekulyar birikmaning molar massasini so'rayapti. Bizda 7,6 mol fenol va kam miqdorda formaldegid berilgan. Matematik kitobida aynan mana shu fenol formaldegid smolasi hosil bo'lishida fenol ko'p bo'lsa va fenol kam bo'lsa degan holat bor. Bizda hozir fenol ko'proq, aldegid kamroq. Shuning uchun n+1 ga n qiymat olinadi. Shunda n molekula suv chiqadi. Demak, n+1 fenol koeffitsiyenti bizda bu 7,6 mol berildi. Suvdan chiqyapti esa n mol, bu bizda bu 7,2 mol deyildi. Shu tenglamadan diagonallarni ko'paytmasi o'zaro teng deb endi topganimda 18 chiqdi. Demak, mana bunaqa zvenoda 18 ta bo'lgan. 108 da, ya'ni mana bu zvenoning massasi 108, shundan 18 ga ko'paytirib, oxirgi mana bu tugash qismini 93 grammni qo'shib qo'ysam, o'rtacha polimerni molar massasi kelib chiqdi. Shuning uchun C javobni belgiladik. 30-savol. Idishda nomi nima? Demak, o'lchov ko'lbasi da javob bo'ladi. Natriy sulfid, natriy karbonatlar eritmasi nima bilan farqlash mumkin deganda xlor kislota bo'ladi albatta. Natriy sulfid bilan palaxta simon gaz, ya'ni natriy sulfid, natriy karbonatlarni gazicha chiqaradi. Natriy sulfid esa SO2. Buni aniqlash mumkin. Qolgan moddalar bunday reaksiyani bera olmaydi. Natriy kerosin ostida saqlanadi, shuning uchun u bilan nimagaki u bilan reaksiya kirishmaydi. 33, 34 va 35 savollar. Molar konsentratsiyasi 2 mol litr bo'lgan 700 ml natriy gidroksid eritmasiga 1 mol karbonat angidrid to'liq yetirildi. Hosil bo'lgan eritmani o'rta va nordon tuzlar qanday mol nisbatda bo'lishini, hosil bo'lgan eritma yana qancha karbonat angidrid bilan to'liq reaksiya kirishini, hosil bo'lgan eritma qancha sof natriy gidroksid bilan reaksiya kirishini aniqlashimiz kerak ekan. Yaxshi. Demak, birinchi bo'lib turib, natriy gidroksid miqdorini aniqlab oladigan bo'lsak, har 1000 ml da 2 mol natriy gidroksid saqlar ekan, 700 ml eritmaning tarkibida qancha natriy gidroksid borligini hisob-kitob qilib olamiz. Demak, 1400 da 1000 ga bo'ladigan bo'lsak, 1,4 kelib chiqadi. Mana shuncha natriy gidroksid bor. Endi natriy gidroksid karbonat angidrid bilan reaksiya kirishganda, keyin boshda 1 ga 1 nisbat topib ko'ramiz. Nima ortib qolishiga qarab turib, keyin yana reaksiyani davom ettiramiz. Natriy gidrokarbonat hosil bo'lsin. Xo'p, bunday bo'ladigan bo'lsa, buni 1 mol uchun mana bu karbonat angidriddan 1 mol sarflanib, mana bundan 1 mol hosil bo'lishi kerak. Bizda 1,4 mol natriy gidroksidi va 1 mol nima bor? Karbonat angidrid bor. Kam orqali ketamiz. 1 mol, demak, mana buni 1 mol bilan reaksiya kirishib, mana bu tuzdan 1 mol hosil qilgizadi. Ana endi ortib qolgan karbonat angidrid, ya'ni bu reaksiyada ortib qolgan natriy gidroksid 1,4 mol natriy gidroksid bor edi. Bundan 1 mol sarflanib, nima bo'ldi? 0,4 mol ortib qoldi. Natriy gidrokarbonatga endi natriy gidroksidni qo'shib, natriy karbonat olaman. Natriy karbonat plus suv. Xo'p, demak, 1 ga 1 reaksiya ketadi yana, bundan 1 hosil bo'ladi. Endi kamidan ketadigan bo'lsak, bizda hozir ishqorimiz kam qoldi, shuning uchun mana bu orqali ketamiz. 0,4 mol bilan buni 0,4 mol reaksiya kirishib, mana bu tuzdan 0,4 mol hosil bo'ladi. Natriy gidrokarbonat mana bu yerda 1 mol hosil bo'lgan edi. 0,4 mol sarflanib ketgandan keyin 0,6 mol qoldi. Demak, natriy gidrokarbonat oxirida 0,6 mol, natriy karbonat bo'lsa 1 molni tashkil qilyapti. Endi buni x, y qilib ham ishlasa bo'ladi. Shu usulni ham o'rganing dedim. Hosil bo'lgan o'rta va nordon tuzlar qanday mol nisbatda bo'ladi? Demak, natriy karbonatdan 0,4 yozishim kerak. 6 ga 4, 3 ga 2 nisbatda. To'g'rimi? Hosil bo'lgan o'rta, demak, o'rtasini birinchi yechishimiz kerak ekan, 2 ga 3 nisbatda deb A javobni belgilaymiz 33 ga. Xo'p. Keyingi savol. Hosil bo'lgan eritma yana qancha karbonat angidrid bilan to'liq reaksiyaga kirishadi? Endi hosil bo'lgan eritmada nima bor? Natriy gidrokarbonat bor, natriy karbonat bor. Endi natriy karbonat karbonat angidrid bilan qo'shimcha reaksiya kirishi mumkin. Ya'ni bu yana nordon tuz hosil bo'lishi uchun karbonat angidrid plus natriy karbonat plus suv deymiz, hosil bo'ladi natriy gidrokarbonat. Xo'p, mana bu 1 mol karbonat angidridni 1 mol bilan reaksiyaga kirishi mumkin yoki bir yo'la hisoblab ketsak 22,4 litr bilan reaksiyaga kirishi mumkin. Bizda natriy karbonatdan 0,4 mol bor. Demak, 8,96 litr yana qo'shimcha reaksiyaga kirishi mumkin ekan. 34 ga C javobni belgiladik.
Endi 35-savol. 35-savolda hosil bo'lgan yerda qancha natriy gidroksid bilan, sof natriy gidroksid bilan reaksiya kirishadi deyapti. Bu yerda albatta natriy gidrokarbonat bilan reaksiyasini olamiz. Natriy gidrokarbonat natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishib, natriy karbonatni hosil qilishi mumkin. O'rta tuzni. Demak, birga bir reaksiya kirishib, mana undan bir hosil bo'ladi. Bizda natriy karbonatda 0,4 mol bor. Demak, yana 0,4 mol natriy gidroksid bilan reaksiya kirisha oladi. Endi buni 40 ga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, 16 gram reaksiya kirisha olar ekan. 35-savolga javobni to'g'ri qilib belgilaymiz. Molyar massasi 38,4 gram bo'lgan gazlar aralashmasida kislorodning massasi ulushi 50% bo'lsa, mol ulushi qancha? Xo'p, yaxshi savol ekan. Qandaydir X gaz bor va kislorod bor. Keling, ikkalasini ham 32 gramdan qabul qilib olamiz. Ya'ni o'zaro massalari teng ekan. Endi ya'ni bu yerda necha gram bo'ladi aralashma? 64 gram bo'ladi. Masalaning sharti bo'yicha aralashmaning o'rtacha molekulyar massasi 38,4. Ya'ni bu degani 38,4 gram aralashma 1 mol keladi. Bizda 64 gram aralashmamiz necha mol keladi deb aralashmaning umumiy miqdorini nisbatini olishimiz mumkin. 64 da 38,4 ga bo'lganida 1,66 kelib chiqdi. O'zi ko'rinib turibdi. Demak, o'zaro 1,66 mol bo'ladigan bo'lsa, undan 1 moli kislorod edi. Demak, qolgan 0,66 moli noma'lum gazga qolyapti. Shu gazni 0,666 mol gaz 32 gram kelsa, bo'ldi, shart emas ekan qaysi gaz topishimiz. Demak, 1,66 mol aralashmani biz 100% deb oladigan bo'lsak, kislorodni mol ulushini so'radi. Ya'ni kislorod bu yerda 1 mol, bu necha foiz? Ya'ni 1 da bo'lib yuborsak 1,66 ga 60% ga to'g'ri kelar ekan. Demak, mol ulushiga 60% deb belgilaymiz. 30-savolda bizda reaksiya koeffitsiyentlarini yig'indisini so'rashyapti. Demak, reaksiyalarni tenglab olamiz. Xrom bu yerda oksidatsiya darajasi +6 edi. Keyinchalik buni oksidatsiya darajasi +2 ga o'tyapti. Urug' bo'lsa, oksidatsiya darajasi 0 edi. Keyinchalik buni oksidatsiya darajasi +2 holatga o'tyapti. Xlorid ionlari nimasi o'zgarmagan. Yozib olamiz. Xrom +6 dan xrom +2 ga o'tganda 4 elektronga farq. Xo'p, rux bo'lsa 0 dan o'tyapti. Rux +2 ga 2 elektronga farq. Demak, oyog'ini osmondan qiladigan bo'lsak, 2 ga 4, bularda qisqartirishimiz iloji bor, 1 ga 2. Demak, mana bu yerda agar 1 ishlatiladigan bo'lsa, ruhga 2 ishlatamiz. O'z-o'zidan rux xloridni oldiga ham 2 tushadi. Kaliyda bu yerda 2 ta bor, 2 ta kaliy xlorid, xromdan bitta bor, mana bu yerga 1. Endi xlor atomlarini sanaydigan bo'lsak, o'ng tomonda 2 ta, mana bu bilan 4 ta, 4 ga qo'shamiz 4 ni 8 ta. Demak, mana bu yerga 8 ta qo'ysak, suvni oldiga 4 qo'yishimizga to'g'ri kelar ekan. Endi barcha koeffitsiyentlar yig'indisini ko'rib qo'ysak, 10, 11, 12, 14, 16 va 20 ga teng ekan. 38-savol. 3,6 gram sulfat bitta esa 3 tarkibli alyum 200 gram kaliy gidrofosfat eritmasiga eritilganda fosfatli inordan tuzlarning massa ulushlari tenglashgan bo'lsa, dastlabki eritmadagi kaliy gidrofosfatni massa ulushini topib berishimizni so'rayapti. Yaxshi, reaksiya tenglamasini yozib olamiz. H2SO4 ko'paytirilgan SO3 plus kaliy gidrofosfat HPO4. Bu yerda hosil bo'ladi albatta kaliy sulfati va kaliy gidrofosfati HPO4. Xo'p, endi tenglab olaylik. Oltin gurt atomlari soni 2 ta ekan. Mana bu yerga 2 qo'yib oldim. Xo'p, bizga endi yana kerak bo'ladi. Demak, mana bu o'zi bitta molekula kaliy gidrofosfati digidrofosfatga aylanib turgan paytda bitta kaliy chiqib ketyapti. To'g'rimi? Bizga o'shanaqa kaliydan 4 ta kerak ekan. Mana bu yerga 4 qo'yamiz. 8 ta kaliy bo'ldi. Metta bo'lsa 4 ta bor. Demak, mana bu yerga necha qo'yib olamiz? 4 qo'yib olamiz. Hamma yoq teng bo'ldimi? Oltin gurtlar teng. Kaliy atomlari chap tomonda 8 ta, o'ng tomonda ham 8 ta. Fosfor atomlari 4 ta, o'ng tomonda ham 4 ta. Bo'ldi, hamma yoq. Yaxshi. Endi e'tibor bering. Mana shu holatda alyumning massasi necha grammni tashkil qilyapti?
98 plus 80 178 gram. 178 gram bo'lganda edi, bu yerda sarflanar edi kaliy gidrofosfatdan qancha? 95 plus 1 plus 39 174 dan 4 degan. 696 gram bitta sarflanyapti. Shunda mana bu hosil bo'lgan fosfatli tuzni massasini topib olamiz. 39 plus 97. Bundan 4. 544 gram hosil bo'lyapti. Bizda bundan 3,56 gram deb berdi. Qancha sarflanadi-yu, qancha hosil bo'ladi? Buni aniqlab olamiz. Demak, 544 ni ko'paytiraman 3,56 ga, bo'lib yuboraman 178 ga. 10,88 gram hosil bo'ldi. Xo'p, 3,56 ni ko'paytirib yuboraman 696 ga, bo'laman 178 ga. 13,92 sarflandi. Masalani shartida hosil bo'lgan tuzlarning massa ulushi tenglashgan, fosfatli tuzlarni, nordon tuzlarni deyilgan. Demak, bu yerda hosil bo'lgan kaliy degidrofosfat bilan ortib qolgan kaliy gidrofosfatning massasi teng bo'lishi kerak. Demak, yana shuncha massada ortib qolgan bo'lsa, umumiy qancha olingan deb hisoblab olamiz. 13,92 ga 10,88 ni qo'shganimizda 24,8 gram kelib chiqdi. Mana shu 24,8 gram kaliy gidrofosfat o'zining 200 gram eritmasi deydi. 100 da qancha deganimda eritmaning massa ulushi kelib chiqadi. 24,8 da demak 2 ga bo'lib qo'yayotgan bo'lsam 12,4% ekan. Savol. 1 mol organik modda 1 mol kislorod to'lqinganda molar massasi 39 gram bo'lgan gazlar aralashmasi hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan barcha gazlar natriy karbonat eritmasi bilan reaksiyaga kirishadi. Organik modda molar massasini aniqlang. Bu masala juda murakkab yechimga ega. Birinchidan, natriy karbonat eritmasi bilan to'liq reaksiyaga kirishadi deyilayotgan turgan paytda biz shuni bilishimiz kerak. Natriy karbonat natriy gidrokarbonatga aylanadi. Bu vaqtda 1 mol karbonat angidga 1 mol suv to'g'ri kelishi kerak. Yana endi birinchi bu intuitsiyaga javob. Ikkinchisi, odatda organik moddalar ancha kislorod bilan farqli ravishda yonadi. Birmuncha oz moddalar bor. 1 mol organik moddani yoqish uchun 1 mol kislorod kerak bo'ladi. Misol uchun, bu bo'lsin chumoli kislota bo'lsin. Qani, reaksiyani tenglab ko'ramiz. Hosil bo'ladi karbonat angid bilan suv. Xo'p, endi reaksiya vodorodlar teng, kislorodlar teng, uglerodlar teng. 1 mol moddani yoqish uchun haqiqatan ham shu yerda 1 mol kislorod kerak bo'ldi. Shunda 44 gram karbonat angidrid va 18 gram suv hosil bo'ldi. 44 ga 18 ni qo'shib 2 ga bo'ladigan bo'lsak 39. Demak, bu yerda organik moddaning molekulyar massasi 44 va 46 ga teng ekanligini bilishimiz mumkin. Glitsinga moliga stoixiyometrik nisbatda kislorod yondirildi. Yonish mahsulotlari suvsiz sulfat va mol miqdordagi ishqor eritmalardan o'tkazilganda aralashmaning hajmi 22 marta kamaydi. Aminokislotalarning molar massasini hisoblab bering. Xo'p, demak, aminokislotani glitsinni gomoligini yozib olamiz. Keling, mana bunday qilib ko'ramiz. CH3, CH2 gruppadan nechtadir? Bundan keyin CH, albatta NH2 gruppa bo'ladi. Aminokislotada COOH. Endi azotni miqdoriga to'g'irlash uchun mana bu yerga 2 qo'yib olaman. Yondirilyapti kislorodda. Hosil bo'lyapti karbonat angidrid. Demak, uglerod atomlarini sanab chiqamiz. 1, 2, 3, 2 ga ko'paytirsak 6 plus 2n da karbonat angidrid hosil bo'lyapti. Plus suvni ham xuddi shunday qilib tenglab olamiz. Suvni oldiga 2n plus 7 da to'g'ri kelar ekan. Shunda 1 mol azot ajralib chiqyapti. Azotni hajmini agar 1 deydigan bo'lsak, ajralib chiqqan karbonat angidrid va suvning miqdorini biz 21 deb olishimiz kerak. Chunki aralashmaning hajmi 22 marta kamayishi kerak. Aynan karbonat angidrid bilan suv eritmada qoladi, azot esa yutirilmasdan qoladi. Mana endi shunga tenglama tuzamiz. 6 plus 2n plus 2n plus 7. Shu teng bo'lyapti 21 ga. 4n teng 8 ga, n teng bo'lyapti 2 ga. Mana bu n ni qiymatini topib oldik. Demak, formulani yozib qo'yadigan bo'lsak, CH3, CH2, CH2, CH, NH2, COOH.
Hop, demak, aminokislotaning molyar massasini mana shunday qilib hisoblab qo'yamiz. Demak, molekulyar massamiz 117. 41 savol. 4 gram mis 2 oksid oksalat kislota kristalli gidrati qo'shib qizdirildi. Bunda 3,6 gram qoldiq va zichligi 1,42 bo'lgan 2,5 litr shu sharoitda gazlar aralashmasi hosil bo'ldi. Endi qiymatini toping, kristalli gidrat massasini hisoblang, mis oksidini qaytarilish unumini toping. Hosil bo'lgan qattiq qoldiq 12,5 gram sulfat kislota eritmasida eritildi. Hosil bo'lgan eritmadagi tuz va kislotaning molyarligi teng bo'lsa, sulfat kislota eritmasining fotosintezasini toping. Hosil bo'lgan gazlar aralashmasi 148 gram 2% kalsiy gidroksid eritmasida to'liq to'ldirilganda qancha gram cho'kma ajraladi? Xo'p, demak, bir boshdan yechimlarni boshlaymiz. Kimyoviy reaksiya tenglamasini yozib olsak, mis oksidiga demak H2S2 O4 и entomolekular suv. Bunda nima hosil bo'ladi? Hop, mis ikkita karbon angidrid E plus suvda endi koeffitsiyenti N+1 bo'lar ekan. Umumiy 80 gram mis oksidi bilan reaksiya kirishadi. Demak, oksalat kislotasi o'zi 90 gram, kristalli gidratda endi bilinma 18 endi bo'lib turaversin. Shu vaqtda hosil bo'ladi 64 gram mis. Hosil bo'ladi 2 mol karbon angidrid va N+1 mol suv ajralib chiqadi. Bizda mana bu sharoitda berganki, demak, gazlar aralashmasi hosil bo'lgan. Bu yerda biz karbon angidrid bilan suvni umumiy miqdorini topib olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni PV teng NRT orqali, demak, N ni topish uchun RT pastga tushib, PV tepaga chiqib qoladi. Demak, miqdor topadigan bo'lsak, bizda jam 2,24 atmosfera, 2,24 ni ko'paytirib yuboraman 101,325 ga. Ko'paytirib yuboraman endi hajm 2,5 litr. Demak, 8,314 foydalanaman. Universal gaz doimiysini 3 kilopaskaldaman va nimani temperaturamiz 546 ga teng ekan. Bu yerda demak gazlarning miqdorlari 0,125 mol. Endi bizda masalan sharti bo'yicha 4 gram mis oksididan 3,6 gram qattiq qoldiq olingan. Demak, aralashmaning massasi 0,4 ga kamaygan. 80 gram qoldiq 64 gram bo'lib qoladigan bo'lsa, bu yerda kamayish 16 ga bo'lyapti. Bizda kamayish 2 ga. Demak, qancha mis oksidi reaksiya kirishga ko'p qoladigan bo'lsak 2 gram chiqdi. Demak, oksalat kislotadan 2,25 gram hosil bo'ladi. Misdan 0,025 mol. Karbon angidriddan 0,05 mol. Suvdan qancha hosil bo'ladi? Biz buni aniqlab olamiz. Xo'p, endi jami gazlar 0,125 mol edi. Endi bu karbon angidrid bilan suvdan iborat aralashma. Endi bundan karbon angidrid miqdorini ayirib yuboraman. 0,05 mol. Shunda menda kelib chiqadi suvning miqdori. Hop, 0,125 dan 0,05 ta ayirib yuborganimda 0,075 kelib chiqdi. Demak, mana yozib olishimiz mumkin 0,075 ga. Endi 0,075 ni 16 ga ko'paytirib 2 ga bo'lganimda umuman 0,075 ni ko'paytiraman 80 ga yoki bo'laman 2 ga. 3 kelib chiqdi. Demak, N+1 ning qiymati 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, N ning qiymati 2 ga teng bo'lar ekan. Demak, birinchi savolga javob 2. Kristalli gidrat massasini topib bering deyilyapti. Kristalli gidrat massasini mana bunday hisoblasak bo'ladi. H2S2O4 bo'ladigan bo'lsa, ko'paytirilgan 2 molekula suv. 36 gram suvni biriktirib 90 gram oksalat kislota jami hosil qiladi 126 gram kristalli gidratni. Bizda mana bu oksalat kislotadan 2,25 gram bor edi. Demak, kristalli gidrat massasi qancha bo'lganini bilamiz. 2,25 ni ko'paytiraman 126 ga bo'laman 90 ga. 3,15 gram ekan.
Demak, ikkinchi savolda javobi 3,15. Mis oksidning qaytarilish unumini so'rayapti. Mis oksiddan o'zi 4 gram bor edi. Xo'p, 4 gramda hammasi qaytarilganda unum 100% yeyishimiz mumkin edi, lekin bizda 2 gram qaytarilyapti. Demak, unum 50% bo'lgan ekan. Bu 3-savolda javobi. 4-savolda. Endi qattiq qoldiq konsentrlangan sulfat kislota eritmasida eritilyapti. Endi qattiq qoldiq tarkibida mis bor va mis oksidi bor. Agar mis konsentrlangan sulfat kislota bilan reaksiya kirishadigan bo'lsa, mis sulfati E plus SO2 va suv hosil bo'ladi. Mis oksidi sulfat kislota bilan ta'sirlashganda shunchaki mis sulfati va suv hosil bo'ladi. Xo'p, bizda endi misdan 1 mol ishlaganda, ya'ni 64 grammi 1 mol deb qabul qiladigan bo'lsak, 64 grammi, bu reaksiya kirishadi 19,6 gram, ya'ni 196 gram sulfat kislota bilan. Xo'p, endi bizda bundan bor 0,025. Demak, sarflangan sulfat kislotani topadigan bo'lsak, bu yerda 4,9 kelib chiqdi. Shu vaqtda mis sulfatdan hosil bo'ladi 1 mol. Bundan qancha deydigan bo'lsak, 0,025 mol hosil bo'ladi. Demak, biz mana bu yerdagi misni ishlatib bo'ldik. Endi mis oksididan jami 4 gram bor edi, 2 gram sarflanib, 2 gram qolib ketgan edi. Mana shuni ham sarflab olamiz. 80 gram uchun mana bundan sarflanadi. Xo'p, 98 gram. Shunda bundan 1 mol hosil bo'ladi. Bizda bundan 2 gram hosil bo'lgan. Demak, qancha sulfat kislota sarflanib ketgan? 2,45 ekan. Necha mol mis sulfat hosil bo'lgan? 0,025 ekan. Umumiy mis sulfatlarning miqdori 0,05 mol. Hosil bo'lgan eritmada kislota bilan tuzning molyarlariga teng bo'lgan degan. Demak, mollari ham teng bo'lgan. Demak, otib qolgan sulfat kislotaning miqdori ham 0,05 mol bo'ladi. Xo'p, endi 0,05 ni ko'paytirib yuboraman 98 ga. Undan tashqari qo'shib yuboraman 4,9 gram mana bu yerda sulfat kislota ishladi va 2,45 gram mis oksidi uchun ishladi. Umumiy 12,25 gram ekan. 12,25 gram sulfat kislota 12,5 eritmada bo'ladigan bo'lsa, unda 100 da qancha deydigan bo'lsak, kislotaning konsentratsiyasi kelib chiqadi. Bu yerda javob 98 ekan. Demak, 4-siga javob 98. 5-savolga javob topamiz endi. Bizda hosil bo'lgan gaz aralashmasi, ya'ni karbon tangidrid nazarda tutyapti. Suv bilan kalsiy gidroksid emasda to'liq yutirilganda qancha cho'kma ajralib chiqadi? Boshqa rangga o'tib olaman. Xo'p, demak, bu yerda ajralib chiqqan karbon tangidrid kalsiy gidroksid bilan kalsiy karbonatda hosil qiladi. Karbon tangidrid ortib qoladigan bo'lsa, cho'kmani eritishi mumkin. Shuning uchun birinchi bo'lib kalsiy gidroksid miqdorini topib olaychi. Kalsiy gidroksid, demak, 148 ko'paytirilgan 0,02 taqsim molyar massasi 74. Demak, 0,04 mol ekan. Bizda karbon tangidrid hosil bo'lgan qancha? 0,05 mol. Demak, kalsiy gidroksid bilan reaksiyasini ko'ramiz. Kalsiy gidroksid plus karbon tangidrid hosil bo'ladi. Kalsiy karbonat cho'kmasi plus suv. 1 mol bilan 1 mol reaksiya kirishi bundan 1 mol hosil qilar edi. Kami kalsiy gidroksid 0,04 mol bilan 0,04 mol karbon tangidrid reaksiya kirishadi va shuncha mol cho'kma hosil bo'ladi. Endi mana shu kalsiy karbonat hozir otib qoldi 0,01 mol kalsiy karbonat suv ishtirokida erib ketadi. Bunda kalsiy gidrokarbonat hosil bo'ladi. Bu cho'kma emas. Demak, 1 mol bilan 1 mol reaksiya kirishsa, bizda karbon angidriddan ortib qoldi 0,01 mol. Demak, kalsiy karbonat 0,01 mol miqdorini eritib yuboradi. 0,04 dan ayirib yuboraman 0,01 ni. Bunda 0,03 qoldi. Buni endi molyar massasiga ko'paytirib oladigan bo'lsam, 3 gram cho'kma hosil bo'lar ekan. Demak, 5-siga javob 3 bo'ladi.